Salondan $4000 arzoniga BYD Chazor'ni bosib olgan bo'larmidingiz? Yili 2024-yil 18000 probegda. Buni mashina havaskorlar juda ham yaxshi biladi. 18000 probeg bu aslida probeg emas. Mashinamiz ideal holatda saqlangan ekan. Siz qilmoqchi bo'lgan hamish qilib qo'yilgan. Xullas oynalarga, solnozashnilargacha urib qo'yilgan. Ichkariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, nakitkalargacha taqib qo'yilgan. Buni arzoni bilan adashtirib qo'ymang. Lyuksiz variant emas. Adashmasam salonda lyuksiz varianti ham $22700 sotilayotgan. Bu undan ham arzonga lyukli variant. 360 kameralari, abagireflari, multirollar, hamma narsasi bor. Salondagi aviakorpusligigacha solib qo'yilgan. Xullas mashina zo'r saqlangan ekan. Dehqonni o'zidan akalar bosib oladigan joy salafallargacha olinmabdi, yangi egasi oladi deb. Xullas mashinamizni egalari chiroyli saqlagan ekanlar, keyingi egasi ham maza qilib minsin deb. Bu mashinamizni narxini shikolant variantga tushirib qo'ydik. Bitta like bosasiz 19200 ga eng oxirga tushib qo'ydik. Menimcha bu narxga BYD Chazor 24-yil 18000 yurganini bemalol bosib olsangiz bo'ladi.